Basharam. Hijimdan ham hijimi. Dazmolam yordam beraman. Nigina? Ha bu bozor o'libdi-ku. Hozir hammasini boshlaymiz-da. Nima Basharam uyqudan turdiganman. Rostdan tezroq open case qilyapman. Sababi nima? Kechiringlar akalar, bir o'zimga ham qaro, yuzimni yuvdim xolos, bir choch-pochlarga qaramadim. Sababi kechagina open case qilishimiz kerak-da. Muhimi akalar, obunachimni kuttirmaslik uchun, sabrlarimni sinamaslik uchun. Ha. Pischiklarimga e'tibor. Mama. Uzr. Hop, do'stlar, jigar, Samandarjon. 1 soat ichida shu oshimni hammasini yeb bera olsangiz $500 berib yuboraman. Siz 25.000 YouTube'dingiz meni kanalimdan nima chiqib ketdingiz savolda sizga. Telegram kanalim. Samandar chiqib ketgan, ha. Samandar degan bola podpiskadan chiqib ketgan. Ya'ni konkursda qatnashgan, lekin meni kanalimdan chiqib ketgan. Yaxshimi? Jigar. Bizi kanalga qo'shilganda, siz bizni safimizga qo'shilganda ichgan qasamlaringiz esingizdan chiqdimi? Biz bundan keyin qonga qon, jonga jon. Qonga qon, jonga jon. Ultrani Abdulaziz akani har qanday kunida yonida bo'laman. Boy paytman bu bilanman deb qo'limizni kesib bir-birimizga qonimizni urishtirib qasam ichganimiz qanaqa qilib unutdingiz? Jigar. Kanalning ovozini bezuk qilib qo'yish aqlingizga kelmadimi? Net. Yoki prosta arxivga tiqib qo'yisham masalan. Shunchalik darajada bizdan zerikdingizmi jigar? Kanalimizdan chiqib ketibsiz. Kim yutqizdi? Siz yutqizdingiz. Nimaga? Chunki siz 25.000 yutdingiz, lekin foyda bizga ololmaysiz. Buni o'rniga boshqa odam ol. Buni oldiga kim edi? Niki? Hozir bir daqiqa. Mahmudbekov degan bola mana yutdi. Mahmudjon? Yutdi mana akalar. Shunaqa bo'lishini biladim. 25.000 yutdi. Telegramda o'shaning uchun qo'ng'iroqchalarni yoqinglar. Bu video chiqqanda ham bilmayman, bir mini konkurs bo'lsa ham ketayotgan bo'ladi. Telegram o'zi odatlanib qoldik. Bo'lmasa biz ko'p gapirmasdan boshlaymiz. Demak, aviasalom do'stlar sizlar bilan o'tirib bugun yangi ajoyib qiziqarli quvnoq yana bir tekinga akalar urg'u bilan aytib, tekinga 25.000 yutgan bratimiz. Eng qizig'i bu bratga yutish juda oson bo'ldi-da. Hech qanaqa kanalga obuna bo'lmadilar. Faqat qatnashishni bosdilar. Bo'ldi. Xullas ekranlarimizni almashtiramiz hozir. Xullas akalar, akkauntimizda, ya'ni brat profiliga qo'ygan rasmingizni qarang, uyat emasmi? O'g'il bola akkaunt egasi, lekin qiz bolaning rasmini qo'yish bu qanchalik to'g'ri? Why are you gay? Bor, lekin bizda ham shunaqa bepar. Anaqalar bor, yaxshi, shunaqa. Xullas. U anime manbor ekan, birinchi chiroyli. Bildik. Mamami? Ha, lekin bu chiroyli kim? Bu sovrin yo'li. Okay, xo'p, ko'ryapmiz. X suitlari menimcha yo'q, lekin legendarniylari normalniy. Akkauntni bir ko'r, to'xtanglar, 100. Ha, jigarlar, esishto. Eng ishonchli 100lar, albatta 24 ga yetdi. Mana konkursda nimaga ko'p qilamiz, bilasizlar ham shu 100 arzon. Ishon. Bo'y payt murojaat qilib Inferno bor ekanmi? Hozir Inferno ko'rdim. Ha, yo'q, Inferno. Xullas, u yoq mana shunaqa narsalari bor ekan. Akkauntimizda katta ehtimol bilan ko'p narsalari yo'q. Xo'p, laboratoriyaga kirib ko'raylik, nimalar bor ekan. Shut bor ekan. Bu shutlari bo'lagan. Avuk bormikan? Avuk masalan. Avuk ketmagan hali. Ertaga ketadimi? Ha, 100 tushdi hozir, lekin bizda bug bo'lib qolgan. Men bitta to'g'rilarni olsak, 100 serisi akalar. Qara. 100 serisimiz tezkor akalar. Boya o'zi tushib boshlagan ekanda biz ko'rmabmiz. Mana inventarni bekitib, mayli, bonusga o'zlari nimadir oladilar, mayli. Har doim mana shunaqa qilasizlar. Menga shunchalik ish qilib 100 ishlatish yo'q bo'lsin, bor-ku. Xo'p, biz birinchi nimadan boshlaymiz? X suite ketmasdan oldin X suite ochib qo'yishimiz kerak. Undan keyin AUK. Bratimiz xohlagan narsalari AUK. Birinchi o'ntaligimiz har doimdek like bosganlar uchun bo'ladi, sizlar uchun bo'ladi. Ha, do'stlar, bu orada bitta yangiligim bor. Bir daqiqa, brat, sizga gapiryapman. Eshitding, mana zo'r narsa, yangilik. O'tkazib yuborish kerak emas, bu yangilik, haqiqatda kutishga arziydigan narsa. O'zbekistonda PUBG Mobile bo'yicha bunaqa kontent bo'lmagan. Javob beraman. Hech kim qilmagan. Men ko'rmaganman. Men shuncha paytli kontent makerman, lekin hech kim bunaqa kontent qilmagan. 3 ta qismli, yaqinda 3 ta videoga bo'linadigan kontent chiqadi. 4 ta qismli, hattoki 4-qismi lekin ozgina open case'ga o'xshagan nimadir bo'ladi. Juda ham dahshat yangilik qildik. Ush birinchi qismi montaj jarayonida, xudo xolisa tez orada kanalda chiqadi. O'shaning uchun qo'ng'iroqchalarni visay qilib yoqinglar. 3 ta qism, 3 tasi bir-biridan cho'tki. Ishoninglar menga. Obuna bo'linglar, sizlar like bosinglar. O'sha videoni xudo xolisa sizlar uchun taqdim qilamiz. Birinchi o'ntaligimiz ketdi mana. Qani yaqinlarim. Yaltiradi, lekin nimadir X suitmi demoqchiydi.
Nimaga zo'ru? Mashhurmi? No da mifitski yaxshi 10 toshgan ekanlar bratimiz. Hozir bitta men buni propust bilan. Oha, bittalik kuponlarni tugatmoqchiman men. Akalar bilasizlar, oldingi safar bittalikdan biz hamma narsani oldik. X suitdan tortib, AVMdan tortib, sumkasi. Gapim tugamadi hali. Gapim tugatmadim. Lekin shu haqida gapiryaptim. Sezdinglar? Akalar, UC series nechta ochdik? 26 ta. 10 UC ga X suite. 16 ochdik. Okey, biz 16 ta ochdik. U yog'i 10 UC ga. Necha UC ketgan bo'lsa? No, birinchi o'ntaligimiz hisobga olmagan taqdirda 30 UC, 40 UC ketdi. Akalar, UC series kuchukcha A3113. Telegramdan kuchukcha A3113 deb qidiring yoki video ostidagi havolaga bosing. Agar ikkisi ham sizga to'g'ri kelmasa, ekraningizdagi QR kodni shunchaki skanerlang va tamom. Olganlar, mana shu UC seriesdan UC olib nimadir tushirgan kommentariyada yozgan o'zi. Ko'rsanglar, bir kirsanglar bilasizlar. Hozir AVM ham tushiramiz mana shu yetishda bolalar. Ya taktika akalar bittalik bu yoqda. Sabrli bo'lasiz, kuponni ishlatasiz. Nimaga? Chunki X suite ketyapti. 2 kundan keyin adashmasam X suitedan tugaydi, anaqasi. Shu oy tugargan hattoki. Bu video chiqqanda balki tugagan bo'lar. Lekin skidkalarni ishlatmasanglar alam qilib qolib ketishi mumkin. Shuning uchun skidkalarni AVM berzimmi? Granatani oldin esingizdan ham bilasiz ekan. Shu qiyin bo'lardan X suitlarni qaronli paytlari. Hozir endi mana bunaqa narsa ham borki, 300 ta ochsang anaqa ham garantiya ham beradigan qilib qo'ydi. Oldin lekin rostdan qiyin bo'lgan. Oldin o'tla biladi bizni buni. Juda ko'p pul ketardi. Biz masalan Nemo bratga birinchi meni X suite open kesdim, qarg'a bo'lgan. O'shanda adashmayotgan bo'lsam bir 34 ming UC deganda zo'rg'a chiqqan X suite. Unda ham 1000 ta monetaga olsa bo'lardi-da, lekin gap yo'q. Yo'q edi, menga havo yetishmayapti akalar. Boshlandimi? Ya. 20 UC ga planor chiqardik. Akalar biz AVM chiqarsak, so'mga chiqarsak bo'ldi, tugadi. Ya, kaska ham bor, okey. Tugadi, shu bilan videoni tugatib Videoni tugatamiz. Shorts qilamiz akalar. Bittalik ochyapti-ku demanglar, bag'i tez. Oha! Ikkinchi mifik. Ya, u bittalikdan olyapmiz biz, sezyapsizlarmi? 30 ta ochdik hozir, o'pshi u yoq bilan 30 ta. Ibrohimjon bor bana bittalikdan ochish kerak. Vallahi bu mayli. Sizlarni sabringlarni ana qilmayman, lekin bittalik yaxshi edi-da. No mayli. Sizlar kutmanglar 10 talik ochaman. Chorlamadi. AVM tushdi-da, jigar chunki. Ya, chorlamadi. AVM tushsa porlamaydi. Armonatiga bekinman. AVM pritsel tushdi. Mayli, AVM pritsel tushdi. 6x ishlatasiz brat, hozir qani. Chorladi. Qani. Lekin material, sariq material yomon beryapti, bilmadim. U menga shunaqa bersa edi, men X suite'imni allaqachon qilqlarni o'zi qiladi o'zi. Chorlab ketdi. Davay, kaska yoki yaxshi ikkinchi bosh. Oha, 10. Uje video tugatib qolaylik. 10x uryapti-ku, akalar nima bo'lyapti? Qani bekorga aniq inventar yo'q qo'ymabdilar. Bonusda o'zlari ochaman deb. Mayli, bonusni ochib nimadir qilasiz, brat. Bonusdan ham bir beradi. 3000 UC beradi kamida sizga, brat. Men shunga ishonaman. AVM tushsin bizga. Porladi ham. Balki kaska, so'mka bilan kaska yo'q-a hozir. Ichida bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Elit, sizlar ketmadinglarmi Dubayga? Kechqurun. Ha, bugun kechqurun, ertaga kechqurun. Ertaga asonda. Oy, avi. Bugunmi? Farqi yo'q, okey, bugun nimadir qilsak bo'ladi. Men zapislarim bor, zapisdan keyin toyga bo'ladi, tegmalik. Qo'lda Toshkent keladi-yu, hamda. Davay, choy bo'lsa choy, bir choy ichamiz-da, akalar, biz ham qariya bo'lib qo'yamiz. Ota shunaqa deb hazillashadi. Choldan farqi qolmagan har kun choyga borasizlar deydi. 10. Voy, bunga urdi bor-ku, men bunga urganda ham 250 ta bo'ladi, mayli. 6-mifik bo'ldimi? Da, lekin X suite necha UC'ga tushiradi deb o'ylaysan, Elit? 2000 UC. Ash o'zingdan ketibsan. 30 UC, 30, 3-inchisi tushdi. 10 UC'dan 3 ta ochdik. Men uchun bitta 10 talik. 10 UC'ga tushdi. O da, 3 ta ochdik-da. Men uchun bitta 10 talik oching, 3 suite beradi. Sen uchun mana, Elit uchun mana. Kaska bersin yoki so'mga bersin-da, biz ancha yengillaymiz.
Bo'ldi, uni ham beradi. Un. Mana aka, mana uchun. Hop, pastdan buni olaylik, mingtani olaylik. To'xtanglar. Hozir biz bunga qaytamiz. Okey, lekin birinchi AUK ketmasdan oldin AUK ochaylik. Yerlar, bratimizga AUK ham beraylik. Birinchi o'nta. O'yin qotdani. Qotdi mana. Men shunaqa qilasanlar, like bosmaganda bo'ldi, o'ziga keldi. O'ziga keldi. Bos qo'ysa yurdi. Tez like bosib olishda, qo'rqib ketdilar, lekin kirmayapti. Mana bosishmadi-yu. Ha, 1 daqiqada qaytamiz. Ha, do'stlar, meni kompyuterim upgrade'da. Men nimaga bu yoqdaman? Fezod tog'ani xonasi kiberkatletgan. Bu APG ni ikkinchi studiyasi, do'stlar. Men APG ni men kompyuterimni upgrade qildiryapman, do'stlar. Eshitishdi. Shuning uchun boshqa kompyuterda kontent qilishga majburman. AUK tushdi. AUK bersangiz. Fazil uchun. Fazil uchun aboyam kelibdi. Faqat oddiy paketlarni berdi. Hammaning mashina ishda, senga bo'qam tushmadi, o'chirib bo'l. qayerda tusharkan? To'xtaydi. Men skitkani tugatay, skitkani 10 CD'larni. Bunaqa ham tegib qoladi. 10 CD'da, 10 CD skitka tugamaydi, bu ertalabgacha ochamiz. Diğerler eshitishdi, APGdan nimadir olayotganda ko'pchilik so'raydi-da, siz orqali olsangiz skitka конечно, любой payt. Men bormanmi, yo'qmanmi? Birinchi oladigan narsalarni aniqlashtiringlar. Misol uchun $1000 kompyuter olyapsizlarmi? Olinglar, boringlar, hamma mishka pishkasini olib bo'lgandan keyin oxirida kassaga kelgandan keyin men Abdulaziz aka Ultrani подписчигиman. Bizga qanaqadir skitka bormi? Desanglar, kam o'lib qoldi deganda $25 bo'lsa ham skitka qilishadi akalar. Xavotir olmanglar. O'shanchalik hurmatimiz bor. Kod Ultra. Da. Promokod Ultra. Da, unaqa desanglar ham bo'ladi. Promokodim bor meni. Ultrani promokodini bilan keldim men. Desanglar ham bo'ladi, masalan. Men ham borganimda-chi, Ultrani tatishgan borman. Men ko'zim bilan ko'rdim. Men o'zim o'tiribman ichkarida, telefonda zakaz qilishdi, dastavka qatgadir. Ultrani anaqasi deyishdi. Nomanga qarab qo'yishdi-da, sotuvchilar. $50 skitka. Joyida. €100 o'sha yerda turganda bye bye. Qani uchun akalar foydalaninglar. Promokod. Mana elit shu. Elit uchun oching, bitta ochtiring. Elit uchun mana. Bo'ldi, garantiyam qildim. O'tgan o'zim uchun mana. Bo'lmadi, endi o'zim uchun. Ya qancha yuz, ha bizdagi ko'p ochib bittalik ochdingda jigarlar, sizlar unaqa deyapsizlar. Davay, AUKni bizga qiynab, ya, bo'pti, X anaqani ultimate bersa ham lekin. Bo'pti, Quvalik Ibrohim uchun mana. Oha, material. Abo uchun. Kap qilaman. Nima? Oha, ikkitalim. Bo'lyapti. Bo'pti, Chorsuli abo uchun. Toshkentda sentridan. Подписчиlar uchun, jigarlarim uchun. Hop. Hamma to'xtanglar, mana shu konkursda yutgan bola uchun mana shu akkaunt egasi uchun. Omadingiz bor-ku sizni bilan. Nima uchun ochdingiz? Bo'pti, APG uchun. APG uchun. Yangi hayot uchun. X berdi, yo'qman. Kim uchun? Yangi hayot uchun. Sergeli uchun. Yangi hayot. Elit uchun. Sergeli yo'qsimiz bo'ladi lekin. Mana shu babichki nima bu? Bu CS:GO'dagi bab, uzr. Oy, tushdi AUK. Tamom. Ibrohimjon. Bo'lani qilamiz endi, ani material olamiz unga. Hop, o'shanga men o'ylayapman, material. Material bormi-ku? Sen Mamitdan ham bizga materiallar beradi, atak. Oha, ashi chutki yopmiz. Ya, brat, inventaringizni yopib qo'ygansiz, men qanaqa qilib sizga men qanaqa qilib sizga men. Hop, AUKni ko'tarsak bo'ladi hozir biz bu yoqda. AUKni 4 level qilsak ham, oha, 5 levelgacha bora olamiz AUKda. 5 gacha borsa bo'ladi. 5 ta effekt papadaniyasi bor, a? Da. Eng muhimi ham shu o'zi, bemalol 5-levelgacha olib borsak bo'ladi. No. Shunaqa-yu, lekin biz X suitni ham ko'tarishimiz mumkin. X suitni ham ko'tarishimiz mumkin. Men bratga tavsiya berdim. 1 daqiqa, brat nimani so'raganlar o'zi? Moshina ko'ringmizmi? Mashina menimcha tushmaydi deb o'ylab qoldim. Okey, bizni o'zimizga qo'ygan ekanlar. No. Qo'ygan ekanlar, что? Biz o'zimizga qo'yib bergan ekanlar. Xullas, nima qilsak qilinglar. Ha. Chatingda. 4 levelgacha keta olamiz deb o'ylab qoldim. Levelgacha keta olamiz. Azgina ochib bo'lamiz, yoki mashina ochaylik, iltimos. Davay, 4 level qilaylik buni.
Yana bitta narsada, no ikki suit to'r bo'lgandan keyin ultimate'ni ham kiymaydilar-yu, akkauntlarida topilsin deb turib, misol uchun yangi ultimate'ni ham chiqarib qo'yaymikin degan xayol ham keldi-da. Chunki AUK chiqardik o'zi, misol. Uy, 10. Porlamadi. Mayli, to'g'ri qilamiz. Menimcha men ishonyapman 4-chilik qila olishimizga. Buni monetalar bo'lmadimi? Materiallar. Bo'ladi. Nega? Mana ko'proq tushish kerak bizga, mana shu ham. Kamroq gapiring, Ibrohimjon. Kamroq. No. Oha, material. Hozir og'zimga zaryad qo'ysa bilmadim endi. O'zigar. Uy, 3, 10. 15 ta material bo'ldi. Zo'r lekin. Men bundan ham yana bitta oldik. Bayt qildi 10 da faza qo'shildi va 10 dedi. Davay, PUBG bizga 10. Yaxshi bo'ldi. Kasga qoldi bizda berilmagan 10. 10 beranunga mifikka. 10 bittasi 10 ber. No kaskani ham bersa hozir mana shu orada material yomon beryapti, bor-ku, 2 suit. Material beradi gapi. Shishedridi qilyaptimi bu? Materialga 12 qo'shib qo'ysa asli. Shunaqa shedri bo'ling, nasib qilsa, Ibrohimjon. 10. 10 ber. Propuskagina. Menimcha bu ish bez propuska aylanishi kerak. Qolmadi. PUBG. Material berib, qaytadi, diyor. PUBG. Nima PUBG? Bermadi. Bizga nimadir 400-500 ta beradigan monetali narsa 10 urush kerak-da, xullas. Bitta mifik berib 10 urush kerak. Yo'q, tushmadi. PUBG, bizni xursand qil jigar, davay, porladi. Mana shu nima mifik bersa ham mifikka 10 ur. Mifikka 10. Zo'r, yo'q edi. Olgan bo'ldi. Mifiklarni beryapti gapi. Mayli, zo'r. Sumkani hammasini bo'ldi. Da. Full hamma narsani oldik. Davay, endi 10. Nima bu? 10. Kolleksiyalar nechida olib ketdingizmi? Bilmayman. Menimcha hech bo'lmaganda 2 kolleksiya ko'tariladi. Undan ham ko'payish kerak. Voy, yana portladi. 2 mifik kamida. Lekin. Voy. Oxirgisi lekin bor-ku. Oxirgi bor. Kelgan. Voy. Keldi. 10 to'g'risi 1000 lira. Yo'q, lekin bo'la olamiz to'g'ri, eng qizig'i. Bo'ldik-ku. Oha, 3307 100 bor-ku. Tintinigacha yetdi. Da, bratimizga inventariy olib qo'ygan ekan. Yaxshi ish qilmabsiz lekin mana shu ishni. Xo'p, bizda 400 bor, bratda 100 bonuslari ham, boshqasi ham bor. Hozir ana endi mana bu joyda bizda общий hisobda 5 ta material bor. Yana bitta chiqarsa edik, bunga ham yetadigan bo'lardi-da. Ya, bittalikni ochib ko'ring-chi. Bittalikni ochaylikmi oxiriga? Olar. Ultimate ham beramiz. Balki bitta material, balki umid qildik PUBG davay. Inama bizni. Sizlar bilan bir shop PUBG. Mirsho o'z anaqa Muhammad Tukiyarini olib. Eng oxirgi kanalarda aylanayaptilar. Hop, buni ham bermadi. No, nicho. Hop, endi bratlar, shunaqa joyi bor. Bizda materiallarimiz bir 20 ta bo'ldi, kichkinalarni общийni hisoblaganimizda. Oha. Bratda nima bor? Ko'tariladigan. Brat, siz mujiksiz. Mana shu bor ekan, bo'ldi. Sizga bo'lgan hurmatim oshdi. Yani drabavik ham bor ekan, 3 ko'tarib qo'yibdilar. O'sha drabavik bor ekan, AVM bor sizda. AUK bor. AUK ko'p o'ynaladigan 18 ta. Bu yoq bilan sizda 20 tadan ko'p material bor. Bulardan birortasini o'zingiz bemalol bo'lmasa o'zingizga qoldirdik. Yana kamiga sizda bu yoqda ham materiallar bor. Xohlasangiz keting buni unga almashtiring. Keyingi keladigan ultimate'da anaqasiga almashtiring. Xohlasangiz yana bonusdan 100 beradi o'z sizga. 3100 bersa ham kirib turib buni yana ozgina ochib ultimate olishingiz ham mumkin. Bu o'zingizga bog'liq narsa. Xullas, akalar, yana bir konkursimizda yutgan obunachimiz akkauntdagi open case o'z nihoyasiga yetdik. Albatta, 3 ta qismli video sizlarni kutyapti. Xudo xolisa montaj jarayoni ozgina qo'lishaydi. Chotki spoiler bermaylik-da hozir. Ishoninglar, bunaqasi bo'lmagan, rostdan sizlarga yoqadigan bir video bo'lishiga uverinman men. O'shaning uchun o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchalarni yoqamiz. Keyingi video, keyingi videoda ko'rishguncha hammalarga kattakon rahmat. Bye.